Şu an uylantirishim kerak. O'zimizda uy-joy bor, uchastka olib qo'yganmiz. Azizlar, agar siz Rossiya Federatsiyasida bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dan Tezpay ilovamizni yuklab olib, yaqinlaringizni Uz kartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga, internet provayderlarga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Play Market yoki App Store'ga kirib yuklab oling va yaqinlaringizni Tezpay bilan birgalikda quvontiring. Assalomu alaykum, hurmatli Ovajon telekanalining boshlovchilari. Men Seva Nargiza, Samarqand viloyati Payariq tuman Chelak shahridanman. Mening ikkita farzandim bor. Ikkinchi guruhga oladi. Shularni o'z tengini topishini so'rayman sizlardan. Shularni uylantirsam, uyli joylar qilsam. Ikkita o'g'lim bor. Bittasi 96-yil, bittasi 98-yil. Shularni uylantirishim kerak. O'zimizda uy-joy bor, uchastka olib qo'yganmiz. O'zim qarashaman ikkoviga ham. Bitta farzandimni uylantirgan edim. Yaxshi bo'lmadi. Ro'zg'ori, taqdiri o'xshamadi. Ajrashib ketdi. Endi shularni tengini topishni sizlardan iltimos qilib so'rayman. Yaxshi qizlar chiqsa, shularni aytsalaringiz. Bitta 2001-yil qiz kelgan ekan sizlarga. Shuni ham bir so'rab ko'rsalaringiz. Navoiy viloyatidan kelgan ekan. Maqsadim shu, sizlardan iltimos. Ikkoviga ham qarayman. O'zim xohlasa uchastkamiz bor. Uy solib chiqaman desa, uy solib chiqaraman. Ya o'zim bilan birga olib qolaman.